Uzdil PHP dersidagi 39-chi qism Ajax haqida. Bu Ajax deganimiz mau so'zningki qisqartirilmasi bo'lib, ya'ni bu mau masqadamsiz JavaScript va XML degan so'zningki qisqartirilmasi hisoblanadi. Ajax yangidan e'lon qilingan program til bo'lmasdan balki tor bekat yoki qo'llanuvchan program tuzishdagi yangi texnika, yangi program tuzishdagi tafakkur usuli hisoblanadi. Shunga bu PHP darsligimizda biz mana PHP bilimlarini o'rganib qolmasdan XML anondan keyin Ajax bilimlarini bu program tuzishdagi muhim tafakkur usuli sifatida so'zlab o'tdik. U JavaScriptning tor ko'rgich bilan tor mulozimlar o'tirishga uchur yo'llash va qabul qilish alohidligidan foydalanib xizmat qildi. U tuvandagi echitilgan o'lchamlar asosida xizmat qildi. Masalan, JavaScript, XML, HTML, CSS qatorliqlar. Ajax qo'llanuvchan programmasi tor ko'rgich yoki supuq beqinmaydi. U yana tuvandagidek afzalliklarga ega. Masalan, texnik ko'p a'zo uchurni bir taraf qila oladi. Qachalash va asrash texnik oson. Programma echish texnik osonlashadi. Biz bu orqali tor bekat programmalarining sig'imini texnik kichik, suratini texnik tez, ishlatishni texnik oson holatga unumga yeta olamiz.